Assalomu alaykum. Men Faxriya Qahramonova Farzonani oyisiman. Qizim shu maktab, Registon maktabini 9-sinfda o'qiydi, rus sinfida. Qizim oldin oddiy davlat maktabida o'qirdi. Ular juda o'qishga ishtiyoqi kuchliligini ko'rib, ancha maktablarni ko'rib, kuzatib, shu Registon maktabini tanladik. Hozir shu maktabni tanlaganimizdan umuman afsuslanmaymiz. Aksincha juda ham xursandmizki, mana boshqa maktablarni ham eshitganmiz, lekin bu yerda shunaqa haqiqatda xursandmiz. O'qituvchilarni bolalarga bo'lgan muomalasi, o'zi ilm saviyasi, sharoitlari juda a'lo darajada. Men hayron qoladigan tarafim, qizim oldin maktabda o'qiganda deyarli ingliz tilini deyarli bilmaydi desam ham bo'ladi. Bu yerga 8-sinfda kirgan bo'lsa, mana 1 yil ichida ingliz tilisi shu darajada o'sdiki, hozir bemalol gaplasha oladi. Уже IELTSga tayyorgarlikni boshlashdi. Bu rezultat 1 yil uchun juda ham zo'r deb o'ylayman. O'qituvchilar ham shunaqangi professionalki, maktabdan kelib to'lib toshib, emotsiyaga berilib, xursand bo'lib yetib o'tiradi. 1 soat aytib beradi, shu maktabda nimalar bo'ldi, birinchi dars bunaqa bo'ldi, ingliz tili bunaqa bo'ldi, Mr. Zufar, Miss Ayzoda, Nargiza ustozlarini shunaqangi yaxshi ko'radi. Mehri boshqachada. Men juda xursandman shunaqa o'qituvchilar bolalarni ko'nglini topa olib, shu darajada mehrga nima bo'lishganiga g'oyat bo'lib. Shu Registon maktabini o'zi sharoitlari a'lo darajada. O'quvchilarning bilim olishi uchun ham, kun bo'yi kuni shu yerda o'tgani uchun umuman hamma sharoitlar yetarli darajada, ovqatlari deysizmi, boshqasi dam olishiga. Bundan tashqari fan olimpiadalari tashkil qilingan ekan. Bolalar qiziqib ishtirok etib, mana stipendiyalar joriy qilingan ekan. Har oyda stipendiyaga konkurslar bo'ladi. Shularda yutib, mana o'zimni pulim deb bolalar xursand bo'lib, qizim xursand bo'lib, ularga yanada kuchli motivatsiya bo'lyapti-da shu konkurslar. Men Registon maktabini o'zimni tanishlarimga ham, jiyanlarimga ham tavsiya qilganman. O'zimning nechta tanishlarim farzandlari shu yerda o'qib ta'lim olishyapti, yuqori natijalarga erishyapti. Sizlarga ham tavsiya qilamiz.